Assalamu alaykum, hörmətli anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinovning Momamning şifalıq doğruları degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema Baliyatquning tövan tushishi. Baliyatquning tövan tushishi. Bu nihoyatda murakkab, shuning bilan ehtiyotkorlikni talab qiladigan usul. Lekin odam qilganni odam nimishqa qilolmaydi degan nazardan qarab, uni hikoya qilmoqchiman. Chunki turmushda baliyatqusi o'rnidan qo'zg'alib, dard tortayotgan ayollarimiz oz emas. Bu shularga qilgan bir savobli ish bo'lsin dedim. O'rnidan tamoman tushib, teshig'i chiqib qolgan baliyatquni faqat kasbiy doktorlar og'riqxonalarda davolaydi. Bu usulni menga A ismli kishi o'z og'zida aytib berdi. Ayolimning ikki biqini qisib, qo'rsqi tövan tortib, og'rib bo'lmagandan keyin, deydi A. Doktorga borgan edi. Ular uydagilarga baliyatqung tövan tushib ketibdi deb diagnoz qo'yib, jiqqida dorilarni beribdi. Ularni xeyli uzoq ichdi. Ammo ayolim uning bilan yaxshi bo'lib ketmadi. Күндүн күнгө juda qurishqa boshladi. Shunda o'z onamning shundoq og'riq bilan oldiga kelgan. U vaqtlarda men texi kichik bola edim. Ayollarni qandoq davolaganligi yodimga tushdi. Buni men uydagilarga aytib berib, o'ltirib maslahatlashdik. Shuning bilan kashquriliqi ayolimni yerdagi gilam ustiga yotqizdim va ikki putini tizining ostiga ko'tarib, sipoyilik bilan keyniga qaratib, asta silkidim. Anam shundoq qiladi va putining topini bilan do'sunga tepib qo'yadi. Men undoq qilmadim. Lekin siz bergan qilin yupurmoqlik tikan gulning aloe shirnisini chiqarib ishkuzdim. Silkishni 3 kun uda ijro qildim. Biroq shirnini uzoq ichdi. Mushu kunlarda Xudoga shukri, ayolim o'zini yaxshi his qilib yuridi. Og'riqni og'ziga olmaydi. Yezlarni aralab, komandurib yurgan kunlarning birida 4-5 ko'ngli yaqin og'ayni bir uyga yig'ilib o'ltirib o'tatdik. Shunda biraylan uyga mehmon kelib qoldi deb og'aylarning birisini chaqirib chiqib ketdi. Buningga hech kim ajablanib ketmadi. Uning ketganini men ko'nglimga pukib qo'ydim. Atsi ikkimiz yana didar ko'rishdik. Akşam uyinglarga kim keptikan deb so'radim. Sizdan nemisini yoshiray? O'rnidan tushib ketgan oshqozonni ko'tarish hunarim bor edi, dedi og'aynimiz. Akşam qo'shni yezidan bir ayol o'g'lini elib kelgan ekan. Shuning sabab qildim. Nihoyatda yaxshi hunaringiz bor ekan, adash. Uni so'zlab bera olamsiz yo maxfiyatmi? Uning nemisi bor? Baribir siz mening hunarimni tortib ola olmaysiz, dedi do'stimiz va o'rnidan qo'zg'algan baliyatquni qandoq ko'tirdiganligini aynan so'zlab berdi desam bo'ladi. Oldi bilan bemorning qo'rsqini keyniga, ya'ni to'shi tarafga nihoyatda sipoyilik bilan serib silayman. Andin putini ko'tirib qo'yib, ya'ni sipoyilik bilan 2-3 silkib yerga asta tushiraman va yumshoq yerga o'ngdisiga yotqizaman. 5-10 minut dam ilib yetish shart. Bir qatimdala ish bitmaydi. Ya'ni ba'zilarning oshqozoni birinchi qatimdala o'z o'rniga tushadi. Ba'zilarning 3 qatim uda kelishiga to'g'ri keladi. Odamlarning organizmi o'xshash emas-ku. Biroq shuningdan keyin bemor kam deganda 15 kun o'zini boshqa ishlardan qat'iy saqlashi lozim. Yuqorida tasvirlangan davolash usullari xalq orasida anda-sanda saqlanib qopti. Uni bilganlar biladi, bilmaganlar jim. Azob chekayotganlar qanchalik. Ilmiy tibobatchilik yo'li bilan saqaydim degan odamni hozircha ko'rganim yo'q. Undaq bo'lsa, bu oddiy, lekin natijadorligi yuqori usulni nemishqa targ'ib qilmaymiz? Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin.
Keyinki qıtımlıq anglitishimizda görüşəyli. Salamet bulun.